bitta zapravka 550 km probeg. Dis uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. 47 talik gaz balon, 4-pokoleniya, original jihozlari bilan 3 million so'mga. Programma, pрошивка, motor, korobka, o'zini pultiga sabab qilgan hamma programmalar, gaygacha bo'lgan dokumenti ham qilib berildi. Do'stlar, 3 million so'mga super mega skidkalarimiz davom etmoqda. Trassada xudo xolasa 550 kilometrni dirsillatib uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa old qismiga qo'yilgan jihozlarimizdan tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniya Alex Optima Pico blok upravleniyasi Polshada ishlab chiqarilgan. Elektron sistema, map dатчик, suv dатчик, kulchatligacha Polshaniki. Farsunkamiz Valtek. Italyanskiy farsunka bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Original. Reduktor emas, original atiket Troitskiy reduktor ustanovka qilindi. Hid chiqarmaslik uchun fragment ishlanganlarni cho'tki qilib ustanovka qilindi. Kimga shunday sifatli va tezkor va ekonomichniy xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizga qaysi avtomobilga metan yoki propan gaz ustanovkaning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Barcha turdagi avtomobillarga metan, propan gaz ustanovka xizmati mavjud.